Ikkinchi mashinamiz bu ham 23, bu 45 ming yurgan. Polni shumka bo'lgan. Plus Malibu bar, Malibu rollari original. Endi o'zi har hafta shanba-yakshanba qilinardi. Endi hamma mana G'anisherda, G'anisher shu Osiyo avtokreditda yotib olgan. Birinchisiga qoniqmadi, ikkinchisiga olib borishdi, tekshiramiz, chiqqandan keyin aka mashina yaxshi ekan. Ukam, falon summaga labz qilganmisan? Ha, bo'ldi, notarskayda pulni sana, bo'ldi. G'anisherjon, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sergeli mashina bozoridan, Gentra narxlaridan ko'rsatib o'ting deydigan obunachilar uchun bugungi videomiz Rustam akamizdan bo'ladi. Assalomu alaykum Rustam aka. Assalomu alaykum G'anisherjon, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan yaxshi keldingizmi? Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli bizning YouTube, Instagram kanallardan doim kuzatib boradigan aziz aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi, opa-singillarimiz. Xo'sh, musofirdan kuzatib savollar bilan qiynaydigan akalarimiz, hammang joningiz sog'mi, xonadoni tinchmi? Xo'sh, bugun mana haftani payshanba kuniga Sergeli mashina bozoridamiz. 30-iyul. 30-iyul haftani payshanba kuni Sergeli mashina bozori. Endi o'zi har hafta shanba-yakshanba qilinardi. Endi hamma mana G'anisherda, G'anisher shu Osiyo avtokreditda yotib olgan, Toshkentga kelmayapti. Tashda bir oydan beri video ham qila olmadik, to'g'rimi? Bir oydan ham oshdi ekan. Bir oydan ham oshib ketdi. Xudo xolasa bugun obzorimizda 3-4 ta mashinalarimiz bor, G'anisher. Bozorga keladigan bo'lsak, bozorda xudoga shukr savdo bo'lib turibdi. Aka, masalan, men o'zi bir oydan oshib ketdi. Narx-navolar qanaqa bo'ldi? O'sha turish o'ynab turibdimi? G'anisher. Narx-navo bozorda kun sayin tushyapti, ko'tarilgani yo'q. Ko'tarilgani yo'q, tushib kelyapti. Lekin men har doim aytganda ko'chadan borib egadan mashina olaman, siz baland. Egani o'zida bor. Ko'chadan olaman, siz balandda. Misol mana biz qo'yamiz 14 ming, 14,5 ming qo'yamizda mashinani, misol. Keladi 14 mingga 13 ming 800, 13 ming 950 beraveramiz, to'g'rimi? Lekin bizda hamma ishini qilib qo'yamiz-da. Misol mana 4 ta yangi balon, Amerikanka Optra, Malibu bar, roll, shumka, даже bir xil mashina navorot zo'r bo'lsa, 3 million 300 ming to'lab, tonirovkaga ham ruxsatni olamiz. Haydashga tayyor qilamiz. Lekin egalar ko'ryapti-da, Rustam aka mashina bor, qancha yurgan, men uchun nechi pul, falon summa borsiz, xuddi menikidek mashina, lekin navorot yo'qda, shu narx so'rayapti. Men aytaman, "Aka, bu mashina bu holatga keltirish uchun mana shuncha pul tiqish kerak. Narxidan o't bering, biz shu qilib tayyorlab sotamiz." Endi bizning tirikchilik. Shunday aka, tonirovka, balon, endi bu hammasi pul-ku, G'anisher, hammasi pul. Mayli, endi nima deymiz? Hamma o'z xohishiga qarab sotadi. Hamma olgan narxiga qarab bir so'm qo'yib sotadi. Endi bu bozor. Shunday. Hech kimning og'ziga xo'jayinlik ham qila olmaymiz, cho'ntagida puliga ham, mashinasiga ham. To'g'ri kelsa olamiz, to'g'ri kelmasa olmaymiz. Rustam aka, mashina olaman deydiganlarga kelishtirib sotasiz, sotaman deydiganlarga kelishtira olasizmi? Olamiz. Qarang, olganda ham qanaqa, masalan, 12 ta viloyatdan ham sotib olaveraman, G'anisher. Farqi yo'q. Xohlagan viloyatdan olaman J mashinalarni. Misol, Cobalt, Gentra, Malibu, Luboy sotib olaveraman. Yana aytib o'taman, o'rtoqlar, misol, generalniy bersalar qimmatroq olinadi. Yo'q, oldi sotib qilib olasan desalar, arzonroq olinadi. Shunday, ko'pchilik mana bu endi bal kelyapti-ki, shunaqa. Yo'q, endi biz mana G'anisher olamiz, minsak 1 kun 2 kun minamiz. Nimaga? Mo'yka, polirovka, navorot qilganim yo'q borib, keyin men yotibdi mana. Qarang, hammasi chang bo'lib yotibdi. Mana shu bozorda turadi, baribir oldi sotib ketadi. Ha, chunki biz u sotishga olgan mashina ko'chada yurishga o'zimiz ham cho'chiymiz. Gap balda emas, birov turtib olishi mumkin, qirib ketishi mumkin, chizib ketishi mumkin, pul tikib qo'yganmiz. Shunday. Shuning uchun olamiz, tayyorlab bozorga qo'yib qo'yamiz. Klient kelsa sotib oladi, bu yerdan faqat sotilganda chiqadi. Bo'lmasa chiqmaydi. Boshqa narsa yotaveradi, necha kun yotsa, necha oy yotsa yotaveradi. Shunday. Xo'sh, yana nima deymiz? Bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. O'rtoqlar, mana shu qo'yadigan mashinalarimiz hammasi $3000 bilan 12 ta viloyatga nasiyaga chiqadi. Nasiya savdo bor. 6 oydan 27 oygacha. Bank qilib olaman sizlar, xohlagan banklardan qilib beraman, naqdga narxlarni kelishtirib beraman. Mana shu mashina yoqdi desalar, 12 ta viloyatga ham dastlabki xizmati bor. Dastavka bo'ladi. Gap zaklat berish, bermaslikda emas. Olaman deb labz qilsalar bo'ldi, olib borib beraman. Aytgan gapimiz to'g'ri chiqsa bo'ldi. Bo'lmasa mana shu 23 ga 24 imizdan boshlaymiz. Gentrani oxirgi chiqqanlaridan, qorasidan. Endi bular oxirgi patoy chiqqanlar-da, G'anisher. Mana. Argilar Amerikankalar qo'yilgan ekan, original. Amerikanka Optra original. 4 ta yangi archa balon. Mana motor otsekni qarasangiz ham bir joyga kulish tegmagan. Ideal turibdi. ABSlar bor. Benzinda turibdi. Polni shumka bo'lgan, mana qarang. Patkrillargacha shumka qilingan. G'anisher, mana. Gapi bo'lsa. Buni egasi endi o'zi uchun qilgan. Haydayman deb. Mana nomerlar bilan olsangiz, Toshkent shahar mashinasi. Biz ham borib ko'rib, mana shu kecha ham ikkita mashina olib egasiga aytdim, aka, mashinangni olaman. Mana shu nomeringdan Instagram YouTube'ga qo'yaman.
Chunki bir xillar, buni probegi o'zinikimi, kraskasi o'zinikimi deb ishonmaydi-da nomerni eshitsa. Shunaqa, Shuning uchun egasini aka taniydigan odam bo'lsa. nomeri bilan qo'yib qo'yaman mashinangni. Agar bitta yarimtasi shunaqa yozadigan bo'lsa, deb siz ham kommentariy yozing. Mashina meniki edi, mashinaning probegi ham, kraskasi ham o'ziniki deb yozib yuborasiz iloji bo'lsa deyman. Mana mashina hisob ma'lumot. 24-yil 31-maydan salondan chiqqan. Shuning uchun 23-24 deyapman. Qarang, 4 oy tonirovka ruxsati bor. To'g'ri. Polni shumka bo'lgan. Plus Malibu bar, Malibu rollari original. Xitoy emas, Premierdiki. Premierdagi originali, bari ham roli ham. Bari ham roli ham original. Uni ega qo'ygan. Captiva Broadway 907 pult. Mana bagajlarni ham qarang. Trostopli. Gaz pas qo'yilmagan. Tiniq turibdi aka mashincha. Mashinada g'anishir bir joyda pitno, bir yechilgan detal, almashgan detal, unaqa narsa yo'q. Bamfergacha radnoy turibdi. Endi to'g'risi bunaqa holatdagi mashinani minutchi ham, tirikchilikka oluvchi ham arzon narxga olmaydi. Shunday. To'g'risini aytaman, biz ham sal balandroqqa olib, bir so'm ushlab qo'yib o'tiribmiz. Narxiga keladigan bo'lsak 14800 qo'yamiz. Yana kelishtirib beramiz. 14800 o'tib berasiz. O'tib beriladi. 3000 dan Nasiya Savdo bank plus xohlagan viloyatlariga dastlabki xizmatlari bor. O'zingiz mana yaqinda Qashqadaryoga ham borib keldingiz, avval. Koson tumaniga olib borib, mana o'sha bola ham shuni Instagramga qo'ydim, telefon qildi. Rustam aka, mashinangizni kraska probegiga javob berasizmi? Javob beraman dedim. Olib keling. Zaklat bergani yo'q. Tushunasizmi? Tuttirish bordingiz. Toshkentdan Koson tumaniga bordim. Qashqadaryo, Koson, o'zi nima deydi? Qashqadaryoga kirganingizdan keyin ham ancha yurasiz. Yana dalshi. Olib bordim, shuni kutib olishdi. Ustaxonaga olib borishdi. Probegni ko'rdi, kraskani ko'rdi. Bir 3 tami 2 ta usta tekshirdi. Birinchisiga qoniqmadi, ikkinchisiga olib borishdi, tekshirib chiqqandan keyin aka mashina yaxshi ekan. Ukam, palon summaga labz qilganmisan? Ha, bo'ldi, notarskayda pulni sana, bo'ldi. Pulni olib, afonib qilib uylariga borib, uylarni olibdi, video chaqilib, bir 4 kosa chalobni ichib, Qashqadaryo chalobini mazza qilib keldim. Ular ham xursand, men ham xursand. Gap yo'q, shunday dangalcha Ha, to'g'risida gapirish kerak, qilish kerak. Shunday. Endi mana oqimizdan boshlaymiz. Mana Gentrani 23 oqlardan minaman deydi-yu. Ha. Shunaqalarga g'anishir. Endi hozir hamma ham qora minmaydi. Oq haydaydiganlar ham ko'p. Oq haydaydiganlar ham ko'p, g'anishir. Endi asarti bu haftaga. Ha. Bunga ham Amerikanka bor, metani bor ekan. Mana Amerikanka ultra qo'yilgan, metan qo'yilgan, mashinaning probegi 48 ming bo'lgan. Ha, mana kraskalar toza. Malibu bar, Malibu roll. O'sha shu Gentra kerakli hamma narsa bor. Kraskamiz toza, 48 ming yurgan metan gazlari bilan. Oqini, gazligini minaman deydi-ku. Ha. Mana bagajchalari ham endi ularga e'tibor beramiz o'zimiz narsada. Kraskasi toza. 23, 48 ming yurgan metan gazlari bilan narxiga keladigan bo'lsak, narxiga 13500 so'rab turibmiz. Yana o'tib beramiz. 13500 ga yana kelishtirib beriladi. 3000 dan Nasiya Savdoga chiqib ketaveradi. Ha, endi qorani misol ikkita qoramiz bor, ikkalasi ham narxi bir xil. Navorotga keladigan bo'lsak, mana original, old orqa chiroqli original. Mashinamiz 55 ming yurgan. Benzinda. Bu ham o'sha Malibu bar Premier qo'yilgan, monitor yangi chiqqandan qo'yilgan. Navorot qilingan bu ham, tayyor. Faqat probeg 55 ming. Holat ideal, bir joyda chaqa-chuqa joyi yo'q. Bamferlargacha mana radnoy turibdi. Qarang, agar radnoy bo'lmasa, o'zi quyosh qarasangiz ikki xil bo'lib qoladi. Shunday bilinadi, albatta. Ha, radnoy turibdi. 55 ming yurgan, narxiga keladigan bo'lsak 14 ming qo'yamiz, yana o'tib beramiz. 14 ming do'stlar, yana savdosi bo'laveradi. Ha, savdosi bo'ladi. Ikkinchi mashinamiz bu ham 23, bu 45 ming yurgan. Aha, original. 45 ming yurgan. Amerikanka opter original, motorlar ochilmagan. Bu ham Navorot. Bu ham Navorot mana, qancha? Malibu bari bor ekan. Bunda ham Premier bar bilan mana rolni ham qarang, Gentra o'zining rolini tuning qilinganda. Ha, o'zini chiroyli qilib qo'ygan. Ha, o'zini qo'ygan, bu ham pul turadi. Shunday. Ana o'zida o'zi bo'lmaydi. Oddiydan ko'ra bu chiroyli. Ha, mana Otrostop. bagajdan gaz pas qo'yilmagan. Mashinamiz 45 ming yurgan. Bunda ham kraska toza, qanishir. Mana balonlarni olsangiz, bilsangiz hamma balon mashinalar yangi balon qo'yamiz. Mana bunda ham balonlar. Mashinalar minishga tayyor. Oladigan odam shuni oladi, gaynatarska rasvod qiladi. Xudo xolasa boshqa narsaga rasvod qilmaydi. Mazza qilib minadi. Toshkentda o'zi aka ko'proq nima deydi? Mashina Gentra o'zi rasvodi ko'p bo'lsa ham benzinda haydashadi. Ha, endi shuning uchun misol mana
ko'pchilik ishga, uyga binishga oladi. Shunday. 70% odam shunga oladi. 30% odam ishdan keyin tirikchilik qilaman deb gaz qo'yadi. Ha, o'shanda gazi Shuning uchun Toshkentning mashinalarida bilsangiz 90% gaz bo'lmaydi-da. Shunday. Keyin o'zimiz olamiz, yangi gaz qo'yamiz. Yani oluvchilarning talabiga qarab. Xohlasa benzinli, desa Xohlasa benzinli, xohlasa propanli. Boshqa variant zo'r. Mana 12simiz. Endi 12 ham nima deydi? O'zi ko'pchilikdan nosiga kirib bo'ldi. Ha, endi 12lar ham nima deydi? Kim uchundir yaxshi mashina, kim uchundir yomon mashina. Men uni yaxshi yomon deya olmayman. Chunki hamma mashinaning o'ziga yarasha yaxshi tarafi bor, yomon tarafi bor. Lekin haydab yurganlar shu paytgacha yomon Ha, yaxshi bo'ladi. Misol, расход kam, скоростной mashina. Misol, salon qismi komfort. Bunga bar qo'yish, yo'q, bar, monitor, rol degan narsa yo'q. Buni faqat olasiz 4 ta yaxshi balon, bitta shumka tonirovka. Bo'ldi. Mashinamiz qarang, 24, 32 ming yurgan. Lukli varianti. Lukli. 4 ta yaxshi balon diskalar qo'yilgan, bitta bagajda kichkina pitnosi bor. Qolgan joy ideal. Nima deydi, bir chaqa-chuqa joylari yo'q. Olgan odam mazza qilib minadi. Xo'sh, endi 24 qarang, endi Gentra bilan bar buni narxi farqi bor-da. Misol 24 32 ming yurgan. Narxini 12,5, yana kelishtirib beramiz. 23 45 ming yurgan, 14 ming, yana kelishtirib beramiz. Gentra bor. Endi nima deydi, bekorga ham Gentrani legenda demaydi-yu. Hali ham talab ko'p-da. Misol kimlardir uchun bu mashinalar eski mashina. Kimlardir orzusidagi hali yangi mashina. Mana o'sha trenddagi vaqtdan beri orzu qilib yurganlar hozir ham o'sha orzusidan kechgani yo'q. Kimdir bu mashinani 5-10 tasini minib tashladi. Kimdir hali olmagani. Iloyim, endi bizning niyatimiz shu. Hamma olib minsin. Ertami kechmi yetqizsin aka. Yetqizsin. Endi nariyoq taraf soyaga o'tamizda, ikki og'iz anaqamiz bor. Ha. Nimaga G'anisher nima demoqchiman? Men tinchroqda boya ketganda gapim chala qoldi mashina bo'yichada. Hali endi to'g'risi shunaqa insonlar bor, bu mashinani haydab ko'rmagan insonlar bor. Shunday. Mana viloyatlarga ko'p boraman-ku. Mana dastlab chiqadi Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Andijonga 2 marta borib keldim. Xorazm, Qoraqalpoqqa bormadim hali. Lekin Buxorogacha borib keldim. Buxoroga. Eng ko'p Samarqand, Qashqadaryoga boraman. Surxondaryoga ham kam. Bu yil Hisoga 1 marta bordim. Mana viloyatlarga boramiz-ku. Shunday. Mana olib borasiz, odamlar chiqib o'rab oladi, mahalla odamlari. O zo'r deb. Haqiqatan zo'r. Endi men nima deyman, kimlar uchun eskidir, kimlardir uchun bu hali yangi mashina. Shunday. Kimlardir bu mashinalar davr o'tdi deyapti. Mana kommentariyaga yozishadi-yu, men hech kimning fikriga qarshi emasman. Yozaveringlar o'rtoqlar. Hech kim birovni og'zidan chiqadigan gapiga qarshi bo'la olmaydi. Hammani dedi har xil. Hammani dedi har xil. Kim uchun bu mashina 1 tiyinga qimmat. Shunday. Kim uchun hali orzusidagi mashina. Misol, men o'zim ham Gentra minaman. Shunday. To'g'risi, misol boshqa mashina olib minishga aqlim ham kuchim ham yetadi qancha. Misol yo Malibikka yo boshqa mashina olib minishga ham aqlim yetadi. Sizga shu qulay. Lekin menga yoqadi-da. O'rtada bir Cobalt oldim, Cobalt mindim. Yoqmadi. Shuning uchun nima demoqchimiz o'rtoqlar, mana shu ekrandagi telefonlarga murojaat qilinglar. Hali ham o'sha telefonimiz 24/7 o'chmaydi o'rtoqlar. Mana shu ekranga chiqadigan 99 925 57 70 meniki, 0888 sherigimniki. Telefonlarimiz o'chmaydi. Любой vaqtda xohlagan vaqtingizda telefon qilib murojaat qilaveringlar. Mashina olasizlarmi, olmaysizlarmi, bir maslahatmi bemalol qilaveringlar o'rtoqlar. Hech qachon qarshiligimiz yo'q. Keyin boyaga aytgandek sotiladigan mashinalar bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar, yaxshi narsalarga sotib olamiz, 12 ta viloyatdan ham olaveramiz. Shunday. Falon viloyat ekan, narx to'g'ri kelsa, o'zim borib olib kelaveraman. Gap yo'q. Qaysi viloyatdan bo'lsa ham. Farqi yo'q. Mana yaqinda ham Qashqadaryodan topib keldim. Hali ham uyda turibdi. Tayyorlayapman, xudo xolasa, nasib bo'lsa keyingi haftalarga chiqib qoladi. Endi mashina yomon emas, yaxshi holati sal rasvoyda. Shuni anchadan beri, pashta 15 kundan beri tayyorlatyapman men. Vaqt bo'lganda boraman, tayyorlataman, uyda turibdi. Shunga o'xshab 12 ta viloyatdan ham olaveraman o'rtoqlar. Ekrandagi telefonlarga telefon qilinglar. Like, podpiskalarni ayamanglar. YouTube'da Rustam aka kanali, Instagramda Rustam avto kanallariga ham kirib obunalar bo'linglar, like'larni bosinglar. Keyin G'anisher ukamning o'zining ham kanali bor. G'anisher avto degan, G'anisher avto kanallariga ham kirib like, podpiskalarni ayamanglar. Nima deymiz yana? Kommentariy yozaveringlar o'rtoqlar. Men hamma kommentariyni o'qiyman. Misol kimdir yaxshi fikr bildiradi, kimdir yomon fikr bildiradi. U ham birovni fikriga, og'zidan chiqadigan gapga hech kim xo'jayinchilik ham qila olmaydi, taqiqlolmaydi ham. Faqat
sal qog'ozga o'rab gapirish kerak. Haqoratli so'z. Haqoratli so'zlar bo'lmasin. Mayli, misol, mana mashina bir tiyinga qimmat deydi kimdir. Yoqmaydi-da, chunki u odamga shu mashina yoqmaydi. Kimgadir yoqadi, yaxshi deb yozadi. Chunki YouTube, Instagram kanallarda faqat erkaklar emas, ayollarimiz, opa-singillarimiz ham kuzatishadi. Shuning uchun men qarshiligim yo'q. Xohlagan fikrlarni yozaman. Qancha ko'p fikr yozilsa, shunga qarab keyingilarga videoni tashkillashtiraman-da, G'anisher. Shunday aka. Kommentariyada yozinglar fikrlarni. Shuning uchun bemalol kommentariy yozib, o'z fikrlaringizni bildiringlar. Like, podpiskalarni yemanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. G'anisher ukamning ham ishlariga omad. Nasib bo'lsa mana 7-sentyabrda to'yi, Xudo xolasa to'yda xizmatda bo'lamiz. Hammaning ishiga omad, xonadoniga to'ylar bo'lsin. Hamma o'ylagan niyatiga yetib, yaxshi, bundan-da zo'r mashinalar olib minishlar Allohim nasib qilsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Baraka toping.